Odam zoti o'zini tarixi bo'yicha juda ham ko'p talafotlarni ko'zdan kechirdi. Bir necha yil ichida qora o'lat Yevropani 3dan 1ni qirib yuborgan. Birinchi jahon urushida 20 million. Ikkinchisida 70 milliondan ziyod odam halok bo'lgan. Ko'p vaqt o'tmay tarix kitoblarida o'rganiladigan COVID-19 ni ham yaqinda o'zimiz guvohi bo'ldik. G'azodagi botgan ishlarni etmasa ham bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo zulm ostida qolgan birodarlarimizga o'zi nusrat bersin. Lekin aynan hozir jimjitlikda bularni hammasidan kattaroq qamrovda va hatto xavfliroq bo'lgan pandemiya tarqalyapti. U odamlarni badanini emas, undan ancha qadrliroq bo'lgan fikr yuritish qobiliyatini yemirib yuboradi. Yo'q, bu ko'pirtirilgan gap yoki men sizni e'tiboringizni o'zimga qaratib olishim uchun aytilayotgan clickbait emas. Saviyasizlik va farosatsizlik shunchaki yakka holat yoki ta'lim olishdagi individual xatodan ijtimoiy va hatto global voqelikka aylandi. Rostdan hozir atrofingizga ozgina e'tibor bilan qarang. Aksar odamlar chuqur fikrlash qobiliyatini yo'qotib qo'yganday tuyuladi. Odamlar shunchaki fikrlamay qo'yishdi. Shunchaki atrofda sodir bo'layotgan har xil voqealarga reaksiya qilib yashayapmiz xolos. Masalan, siz oxirgi marta qachon o'tirib ozgina chuqur fikr yuritdingiz? Chuqur u muhim mavzu haqida o'yladingiz. Shamolda uchib yurgan barg. Shamol bizani qaysi tarafga olib ketsa, o'sha qarab ketaveramiz. Agar kimdir sizni hayotingizni boshqarmoqchi bo'lsa, birinchi qiladigan ishi bu sizga kerak bo'lgan narsalardan chalg'itish. Hammamiz maktabda o'rganganmiz esingizdan, Skobelov bizani yerlarga bostirib kelgandan keyin rus imperatoriga yozgan maktubi mashhur bo'lib ketgan. O'sha xatning ma'nosi oddiyroq qilib aytganda, Skobelov rus imperatoriga aytayapti, biz bu xalqni bo'ysundirishga qiynalyapmiz. Va men o'yladim, buni amalga oshirish uchun biz ularni tili, dini, ma'naviyati va umumiy oddiy qilib aytganda fikrlashini tanazzulga tushirsak, ular o'zi bizga bo'ysunib qoladi. Men ham yoshligimda maktabda tarix kitobida bu gaplarni o'qiganimda odamlarcha vahima qo'radi-da, odamlarni fikrlashini yakson qilish degan reaksiya ko'rsatganman, to'g'risi. Ya'ni menga bu gaplar o'ta falsafiy yoki ko'pirtirilgandek tuyulgan. Endi kitobda shunaqa yozadi-da deb qo'yganman. Lekin hozir bu mavzuning qanchalik muhimligini, voqelikni yetarlicha yetkazib bera olmagan ekan deb o'ylab qoldim. Oliy Hazratbey, masjidingizni to'pga tutib, gulini ko'kka sovuradi, qo'zg'alashi qo'lga olinmaguncha. Masjid Xudoning uyidir. Unga o't qo'yib bo'lmaydi. Xalqni nafratiga qolasiz. Что он сказал? Он говорит, нельзя сжигать мечеть, иначе народ вас проклянет. Так скажи ему, что нет здесь больше места для их Бога. Endi bu yurtda sizni Allohingizga o'rni yo'q deb bo'l. Alloh yagona. Xudo bitta. Великая Россия пришла сюда, в Азию, чтобы из бассартов сделать цивилизованных людей. Biz bu yurtga sizlarni odam qilish uchun kelganmiz deylar. Bundan chiqdi, bizni odam qatoriga qo'shmas ekanda. Аудиенция закончена. Yo'q, bugungi videoda sizlar bilan kimdir bizani tepamizda turib olib ommaviy boshqarayotgani yoki zombilashtirayotgani haqida gaplashmaymiz, lekin bu ham boshqa video uchun yaxshi mavzu. Lekin bugun sizlar bilan inshaalloh chalg'ish haqida gaplashamiz. Chalg'ish siz bilan meni maqsadlarimizdan uzoqlashtirayotgani va hayotda hech narsaga erishmasdan shunchaki yashab o'tib ketishimizga sabab bo'layotganligi haqida va uni oldini qanaqa qilib olish kerakligi haqida gaplashamiz inshaalloh. Termin, ya'ni atamalarni aniqlashtirib olaylik. Chalg'ish o'zi nima? Chalg'ish bu, kelishib olamiz, sizni maqsadlaringizdan uzoqlashtiradigan har qanaqa narsa. Siz uni foydali deb o'ylaysizmi, zavqli deb o'ylaysizmi, maza qiladigan deb o'ylaysizmi, farqi yo'q. Sizni maqsadingizdan uzoqlashtiryaptimi? Bu chalg'ish hisoblanadi. Va uni teskarisi diqqatli ish esa sizni maqsadlaringizga yaqinlashtiruvchi narsa. Yana qaytaraman, sizga u yoqadimi, yoqmaydimi, farqi yo'q. Sizni diningiz, karyerangiz, shaxsiy rivojlanishingiz, oilangiz va umuman hayotingizni tartiblashingiz uchun eng muhim narsa bu e'tiboringizni boshqarish. Ayniqsa hozirgi chalg'ishga to'la bo'lgan dunyoda. Yana bitta narsani kelishib olaylik, birodar. Chalg'ishdan qutulishning yo'li bu endi chalg'im endi, birodar
deb etish bo'lmaydi. Bu umuman yechim emas. Bu xuddiki sigaret chakishga Alloh asrasin o'tirib qolgan odamga ayni chakmenda birodar, yaxshi emas u deganga o'xshaydi. Ya'ni gapni o'zi bilan ish bitmaydi. Doimiy chalg'ish holatida bo'lishni biz kasallik deb bilishimiz kerak. Xavotir olmang, bu kasallikning davosi bor va shu davo haqida bugun sizlar bilan inshaalloh gaplashamiz. Keling o'zimiz bilan ozgina rostgo'y bo'lamiz. Biz chalg'ib 8 soat ichida qiladigan ishimizni chalg'imasdan 2 soat ichida qila olamiz inshaalloh. Hali chalg'ib qilingan ishi sifati haqida gapirmayapman ham. Biz hayotimizdan tartiblolmayotganimizdagi, maqsadlarimizdan chalg'ib ketayotganimizdagi asosiy sabab mana shu telefon degan gaplarni ko'p eshitgandirsiz. Ha. Men telefonni ayblash va uni ayblab turib, hali ham o'sha telefonni ishlatib yurish bu muammoni to'lig'icha yoritishdan uzoqligini isbotlash uchun va haqiqiy rostakasim sabab nimaligini sizga tushuntirish va tanishtirish uchun shu videoni qilyapman. Chunki haqiqiy muammoni tanib olsak, bizga kerak bo'lmagan muammolarni hal qilish bilan o'zimizni band qilib yuravermaymiz. Xo'p, haqiqiy muammo unda nima? Bizani har doim doimiy chalg'ish holatda bo'lishimizga asosiy sabab nima ekan? Asrlar davomida biz o'ylab kelganmizki, odamni ma'lum bir ishni qilish uchun qanaqadir xohlagan, qanaqa bo'lsa ham ishni qilishi uchun ikkita narsa kerak bo'ladi. Birinchisi rag'bat, ikkinchisi jazo. Rag'bat deganda mukofot, ya'ni maza qilish hissiyoti, jazo deganda o'shaning teskarisi og'riq yoki qiynalish. Ya'ni nimadir qilishingiz uchun yoki maza qilishni xohlab qilishingiz kerak, yoki jazodan yoki qiynalish, og'riqdan qochib o'sha narsani qilishingiz kerak. Ikkita narsa. Undan ham oddiy qilib aytadigan bo'lsak, nima qilsangiz ham yoki maza qilish uchun qilasiz, yoki og'riqdan yoki qiynalishdan qochish uchun qilasiz. Indestructible kitobini avtori Nir Eyal bu teoriyani undan ham soddalashtiribroq aytadiki, even when we think that we're seeking pleasure, we're actually driven by the desire to free ourselves from the pain of wanting. O'zbekchasiga oddiyroq qilib aytadigan bo'lsak, biz nimadirni maza qilish uchun qilyapmiz deb o'ylasak ham, o'zi o'sha narsani xohlash og'rig'idan qochib o'sha narsani qilayotgan bo'lamiz. Ya'ni maza qilish deganda biz badanimizdagi og'riq yoki qalbimizdagi qiynalish yo'qligini tushunamiz. Nir Eyal chakishga o'tirib qolgan odamlarni kitobida ko'p misol qilib keltiradi. Chakishga o'tirib qolgan odamlar maza qilish uchun chakaman deb o'ylaydi o'zi. Maza qilish uchun, tinchlanish uchun chakaman deb o'ylaydi-da. Lekin chakmay ko'rsa nima bo'ladi? O'tirib qolgan odamlar chakmasa nima bo'ladi? Stressga tushadi. Yomon jahli chiqib qoladi. Hammaga o'qrayib, bunaqa xursand bo'lmaydi, ya'ni chakmay tursa, xumori tutib ketsa-da. Hatto jismoniy, fizический reaksiyalar ham bo'ladi badanda. Qiynalib ketadi, ya'ni. Mana shu qiynalishdan qochish uchun chakyapti. Maza qilish uchun emas o'zi, o'tirib qolganda chunki. Subhanalloh. Alloh subhanahu va taolo unaqa narsalardan bizani asrasin. Bu bilan Nir Eyal aytmoqchiki, biz nima qilsak ham, hayotda qanaqa ish qilsak ham, uni asosi baribir qanaqadir og'riqdan qochish yoki qiynalishni oldini olish bo'ladi. Hokazo. Misol keltiradigan bo'lsak, nimaga odamlar qiynalib o'qiydi? Nimadirlar o'rganadi, ba'zilar yoshligidan boshlaydi. Subhanalloh, yoshligida maza qilsa bo'lmaydimi? Yoshligingda maza qil ol, boshqa qaytmaydi yoshliging deyshadi-yu. Nimaga o'rganishadi o'sha odamlar? Chunki kelajakda jamiyatga umuman hissa qo'sha olmaydigan va buni orqasidan tirikchiligini qila olmaydigan odam bo'lib qolish og'rig'ini his qilmasligi uchun o'xshadi. Ya'ni jamiyatga kerak emas yoki qiyin, og'ir, hamma qila oladigan qiyin, og'ir ishlarda qolib ketish va tirikchilikda qiynalish, rizqini topishda qiynalish og'rig'i ular uchun yoshligida o'qib olish, o'rganish og'rig'idan ancha kuchliroq bo'lgani uchun mana shu og'rig'ini his qilmasligi uchun bu og'riqni tanlashadi. Ya'ni og'riq kimga og'riq? Boshida ozgina zerikib boshqa qiladi, lekin o'sha og'riq ham bo'lmay qoladi. O'qiydi. Nimaga? Kelajakda mana shu jamiyatda hech qanaqa o'rni bo'lmasdan og'ir ishlarni qilib, zo'rg'a tirikchiligini qilib yurish og'rig'ini his qilmasligi uchun o'qishadi. To'xtang. Nimaga unda ba'zi odamlar o'qish, hozir o'qib olish ularga kelajakda kerakligini bilib turib, kelajakda oilasini boqish kerakligini, tirikchiligini qilish kerakligini bilib turib o'qimaydi, hech narsa o'rganmaydi. U soha egasi bo'lishga harakat ham qilmaydi. Bilishadi-ku kelajakda qiynalishligi, duch kelishligi mana shuni qilmasa, nimaga unda qilishmaydi? Chunki birodarlar,
Yana ikkita og'riq bor. O'qish og'rig'i. U bu joyga o'tirib qimillamay nimadir o'rganish og'rig'i va o'sha bilan birga keladigan o'yin kulgu, bekorchilik, hatto yomon odatlar, Instagramda Vine'li ko'rib o'tirish, fahsh narsalarni ko'rish, auzubillah, mana shu narsalardan qolib ketish og'rig'i bor. Chunki o'qiyotgan bo'lsangiz, nimadir o'rganishga harakat qilayotgan vaqtingizni samarali o'tkazishga harakat qilayotgan bo'lsangiz, o'sha narsadan alhamdulillah qolib ketasiz. Va ba'zi odamlar uchun bu narsa og'riq, o'sha narsa qolib ketyapti-da, yuragi o'sha narsa torturadi. Dopamin o'sha yerdan olayotgan bo'lgan chunki. O'sha narsadan qolib ketish og'rig'i, o'qish og'rig'i ular uchun kelajakda nisbatan og'irroq ish qilish, moliyaviy qiynalishdan kattaroq bu og'riq. Mana bu og'riqdan ular uchun bu og'riq kattaroq. O'shaning uchun mana shu og'riqdan qochish uchun Alloh hammamizga tavfiq bersin, ya'ni. Orada bitta narsa esimga tushib qoldi, birodarlar, barakallohu fikum. Hidoyat so'zi haqida. Yaqinda bitta tafsirda shu so'zni tushuntirganida qiziqarli tuyuldi menga. Ya'ni musulmon bo'lib turib ham menga hidoyat bergan deb Allohdan so'rashimiz mumkin. Ba'zi odamlar hayron bo'ladi, musulmonsan, o'sh bo'l, iymon keltirding. Nimaga iymon keltirgan odam hidoyat so'raydi? Nima? Yo'q, unaqa emas. Hidoyat so'zini ikki xil ma'nosi bor deyshadi. Ulamolar mana shunaqa deydi. Hidoyat so'zining ikki xil ma'nosi bor. Bu haqni tanish bittasi. Ikkinchisi o'sha haqqa amal qila olish hidoyati. Bir xil odamlar biladi mana shu narsa to'g'riligini, lekin qilmaydi o'sha narsani. Alloh tavfiq bermasa qilmaydi. Ya'ni tavfiq hidoyat, ya'ni. Tushunarli? Ya'ni o'shaning uchun Alloh subhanahu va taolo pastayan har doim so'raymiz, Alloh tavfiq bergimizga deb. Alloh subhanahu va taolo hammamizga tavfiq bersin, hidoyat bersin, foydali ilm bersin va o'sha foydali ilmga amal qilish uchun bizani hidoyatlasin va tavfiq bersin. Barakallohu fikum. Mavzuyimizga qaytamiz. Telefonga unda nimaga ko'p qaraymiz? Telefonga ham qayta qarayveramiz, chunki mana bu bizani kutib turgan qanaqadir qilishimiz kerak bo'lgan ishni og'rig'idan qochish uchun, chalg'ish uchun qaraymiz telefonga. Ya'ni mana shu joyga yaxshilab e'tibor bering. Sizni telefoningizni tenglamadan olib tashlasak ham, yo'q bo'ldi, telefoningiz yo'q. Buzilib qoldi deylu. Yo'q telefoningiz. Lekin sizni o'sha telefonga qarashga majburlayotgan og'riq, siz undan qochayotgan og'riq hali ham o'sha yerda turibdi. Ya'ni telefoningiz bo'lmasa, siz chalg'ish uchun boshqa narsani topaverasiz. Chalg'ish uchun boshqa qanaqadir instrumentlarni topasiz va o'shanga intilishni boshlaysiz. Chunki sizni chalg'ishga majburlayotgan og'riq hali ham turibdi. Mir Iyal aytadi, 90% holatda bizani chalg'ishimizga sabab o'zi telefon emas, aynan shu diskomfort va og'riqdan qochish bo'ladi. Shuning uchun shu ichki triggerimiz, ya'ni ma'lum bir diskomfort yoki og'riqdan qochish tushunchasini boshqara olsak, boshqarishni o'rgansak, inshaalloh juda ham tartibli va chalg'imaydigan hayotga eng katta qadamimizni qo'ygan bo'lamiz. Xo'p, tushunarli, lekin bu og'riq o'zi qayerdan keladi? Nimaga biz diskomfort his qilamiz? Hozir odamlar o'ta rivojlangan davrda yashamayapmizmi? Oldinlari odamlar ochlikdan o'lgan bo'lsa, hozir odamlar semizlikdan o'lish boshladi. G'azo istisno albatta. Odamlar oldin oddiy shamollash sababli o'lib ketgan bo'lsa, hozir erta stadiyasida aniqlangan saraton kasalligini ham davolashyapti odamlar Allohning izni bilan. Oldin Imom Buxoriy rahimahulloh yillab umrlarini hadis to'plash uchun safarda o'tkazgan bo'lsalar, biz hozir dunyoni xohlagan nuqtasiga bir kun ichida bora olamiz. Nimaga unda biz baxtsizmiz? Nimaga biz har doim holatimizdan noliyveramiz? Boshqacha qilib aytganda, nimaga noshukurmiz? Va katta ehtimol bilan biz hech qachon holatimizdan rozi bo'lmaymiz. O'lgunimizgacha nimadandir shikoyat qilishga sabab topamiz. Ertalarda va ular umrbod baxtli yashadilar degan gap bor-ku. Bu faqat ertalarda, hayotda unaqa bo'lmaydi. Buni Alloh subhanahu va taolaning o'zi ham aytgan. Innal insana li robbihi lakanud. Odam Robbisiga nonko'r. Va innahu ala zalika la shahid. Va buni odamning o'zi ham biladi. Agar innahu degaha odamga nisbatan aytilgan bo'lsa, innahu ala zalika la shahid. Ya'ni odam o'zi ham bu narsani biladi. Shu lakanud so'zini ba'zi ulamolar nonko'r deb tafsir qilishgan ekan. Mana shu so'z bizani haqiqiy holatimizni zo'r tasvirlaydigan so'z bo'lsa kerak. Biz rostdan ham o'ta noshukur,
o'ta norozi bo'ladigan, shikoyat qiladigan mavjudotlarmiz. Kambag'al odam kasal bo'lib yurganida, qani tuzalib ketsam edi, shu kasal bo'lmasamda, kasalmanda deydi. Alloh subhanahu va taolo shifo berganidan keyin oldidan kimdir velida o'tib ketadi. Men veligim yo'qdi, shu veligim bo'lsa edi, veligim yo'qligi yomon-da deb shikoyat qiladi. Keyin Alloh unga velik beradi. Keyin oldidan albatta kimdir mototsiklda o'tib ketadi. Shunda alhamdulillah veligim bor. Alhamdulillah shukr qilaman shu narsaga demaydi. Yo'q. Shu velikning o'rniga mototsiklim bo'lsa zo'r bo'lardi-da. Nimaga mototsiklim yo'q deydi. Mototsikl olganidan keyin odamlar oldidan faqatgina mashinada o'tishni boshlashadi. Xo'p, shu mashinani ham oldi deylu. O'shandan keyin shukr qiladi deb o'ylaysizmi? Yo'q. Shunda ham noshukur, shunda ham o'qraygan, xo'mshaygan, odamlarga yomon xulq ko'rsatgan, menga hozir gapirmay tur, hozir настроением yo'q deydigan odam bo'ladi. Noshukur odam. Ya'ni subhanalloh, o'zimiz qatdan kelganimizni esdan chiqarib qo'yganmiz. Oramizda shukr qiladiganlarga ham ozgina e'tibor beradigan bo'lsangiz, qanaqa shukr qilishadi? Mamnaqa bo'ldi, unaqa bo'lish kerak edi. Nimaga unaqa bo'ladi endi? Bunaqa bo'lmaydi-da endi. Nimaga unaqa? Vashi bo'lish mumkin emas. Nimaga unaqa qilish mumkin bo'lgan hamma shikoyatlarni qilib oladi-da, ana undan keyin bo'pti endi, mayli, alhamdulillah, endi nima deymiz endi? Shukr qilamiz shunga ham endi deb qo'yishadi. Bu shukr emas bu. Alloh shuncha narsalarni berib qo'ydi va o'sha odamni o'zini foydasi uchun undan nimalardir olib qo'yadi. Odam bo'lsa buni esdan chiqaradi, ko'rmaydi va noshukurlik qiladi, nonko'rlik qiladi. Vaholanki Alloh subhanahu va taolaning o'zi aytib turibdi. La in shakartum la azidannakum. Agar shukr qilsang, men senga uni ko'paytirib beraman, lekin biza baribir noshukurlikka borar ekanmiz. Alloh saqlagan bandalardan tashqari albatta. Buni anglagan, tushungan odam nima bo'lsa ham alhamdulillah ala kulli hal deb aytadi. Ya'ni nima bo'lsa ham alhamdulillah, Allohga hamd bo'lsin deb aytadi. Alloh hammamizni shukr qiladigan bandalardan qilsin. O'zimga va sizga kichkina eslatma bo'ldi. Lekin buni noshukurlik deymizmi yoki norozilik? Real aytadi. Bu holatimizga qoniqmaslik odam zotini Allohning izni bilan albatta rivojlanishga olib bordi. Qanaqa ma'noda? Masalan, bizdan oldin kelgan avlodlar o'zini davridagi yashash standartlari, meditsina, texnologiya, injeneriya, umuman sanoat tizimlari bilan qoniqqanida va undan yaxshiroq holatga o'tish ehtiyojini sezmaganida, bu yaxshi yashayapmiz, hammasi yaxshi, bundan yaxshilashishga ma'no yo'q, mantiq yo'q, kerak emas deyishganida katta ehtimol bilan biz xuddi ulardek yashayotgan bo'lardik. Albatta bu narsa noshukur bo'lish yaxshi ekanda unda degan fikrga hech kimni olib borib qo'yish kerak emas. Normal fikrlaydigan odam bunaqa xulosaga kelmaydi. Lekin aytmoqchi bo'lganim, oldingi kelgan avlodlarni rivojlanishga, Allohning izni bilan yengilliklarni kashf qilishga undagan narsa shunchaki qiziquvchan ong bo'lmagan. Nima bo'lgan? Ular unaqa yoki bunaqa ko'rinishda o'z tajribasidan o'tkazgan qanaqadir og'riq bo'lgan. Va inshaalloh bizdan keyin keladigan avlodlar ham biz haqimizda shunaqa desa kerak. Alloh alam. Ko'p izlanishlarimning xulosasini aytadigan bo'lsam, bizani diskomfort yoki maza qilish holatimizdan davomiy emas ekanligiga ikkita asosiy sabab bor. Va birinchisi albatta zerikish. Odamlar zerikish og'rig'idan qochish uchun nimalarga borishi odamni shokka tushirib qo'yadi. Va ba'zida bu majoziy ma'noda emas. Chunki 2014-yilda o'tkazilgan izlanish/eksperimentda odamlarni 15 daqiqaga bo'm-bo'sh xonaga joylashtirishadi. Hech narsa bo'lmaydi. Ya'ni ular birgalikda o'tirishmaydi, hamma alohida bitta o'zi o'tiradi va o'sha xonaga elektr toki bilan o'rtacha lekin og'riqli zaryad beriladigan bitta uskunani joylashtirib qo'yishadi. Ya'ni odam bitta o'zi xonada o'tiribdi, hech narsa yo'q xonada, faqatgina shu tok uriladigan uskuna bor. To'g'ri, kim o'zini xohishi bilan o'ziga tok urdirtiradi deb o'ylaysiz. Va izlanishni boshida ishtirokchilardan so'rashganda ular aytishganki, "Men pul bering, lekin meni tok urmasin. Xohlasanglar pul beraman" deb aytishgan. Lekin izlanishni oxirida bo'lsa, tugatishgandan keyin aniqlanganki 67% erkaklar va ayollarning 25% 15 daqiqa zerikishga chidamasdan o'zini o'zi tok urtirtirgan. O'sha narsani bosganda tok urtirtirgan. Nimaga? Shunchaki zerikib ketgani uchun. Zerikish og'rig'iga chidolmagani uchun
Erkaklarning 67%, ayollarning 25% o'ziga o'zi to'g urtirgan va o'sha urtirganlarni ko'pi buni qayta qilgan. Izlanishni o'tkazgan olimlar shunaqa xulosa qilishganki, agar odamga ikkita tanlov bersangiz, birinchisi hech narsa qilmaydi, shunchaki fikrlaydi. Shunchaki fikrlab, o'zi nimadir o'ylab o'tiradi, hech narsa qilmaydi. Ikkinchisi nimadir qilish. Tanlovini bersangiz, ular nimadir qilishni tanlaydi, agar o'sha nimadir qilish ularga elektr zaryadini bersa ham. Ya'ni odamlar shunchaki o'zini fikrlari bilan yolg'iz qolishni yomon ko'radi. Aqliy mehnat haqiqatan odamlar uchun qiyin bo'lib boryapti. Ma'lum bir yoshga yetib, odamlar hatto nimadir yangi narsa o'rganish, aqliy mehnat qilish, yangi narsani o'qish, til o'rganish degan tushunchalardan qo'rqib qolishgan. Nima uchun unaqa? Tan olishimiz kerak, aqliy mehnat qilish aks odam uchun zerikarli. Albatta uni odat holatiga keltirib olguningizgacha va ayniqsa siz miyangizni arzon dopamin bilan chiritib kelishdan qutulmagan bo'lsangiz, undan battar. Unaqa holatda bo'lsa, miyangiz siz uchun aqliy mehnat qilish borgan sari qiyinlashib va hatto ilojsiz ham bo'lib qoladi. Bu haqida videolar qilganmiz. Lekin agar siz aqliy mehnat bilan shug'ullanib tursangiz, kitob o'qisangiz, til o'rgansangiz, miyani komfort zonadan olib chiqib, u narsa o'rganadigan holatga solib turadigan bo'lsangiz, unda siz bilasiz. Ko'p vaqt o'tmay siz bu narsadan zavq olishni boshlaysiz. Jamiyatda borgan sari ko'proq kerakli odam bo'lishni boshlaysiz va sizning ishxonangizda boshqa odam sizni o'rningizni bosishi borgan sari qiyinlashib boradi. Va shu sababli sizning daromadingiz ham o'sib boradi. Va umuman olib qaraganda aqliy mehnat qilib yashash qiziqarliroq deb o'ylayman, Alloh alam. Shuning uchun top 15 ta eng ko'p daromad topadigan sohalar aynan aqliy mehnat va kuchli diqqat talab qiladigan sohalar hisoblanadi. Hammasida, istisnosiz hammasida o'tirib, chalg'imasdan kuchli diqqat bilan bitta narsani o'rganib, miyaga singdirish kerak. Hammasida. Eng ko'p pul topadigan sohalar. Bu top 15 ta sohalar qanaqa sohaligini va ular nima ish bilan shug'ullanish haqidagi maqolani Telegram kanalimga solib qo'ydim. Pastda havolani qoldiraman. Barakallohu fikum. Foydalaning. Va hozirgi chalg'ishga to'la bo'lgan davrda aqliy mehnat qila olish yoki chalg'imaslik mahorati alohida o'rganilish kerak bo'lgan yana bitta sohaga aylanib boryapti. Chunki juda ham ko'p odam zerikish deganda bitta nozik narsani sezmay o'tib ketishadi. Aqliy mehnat qilish yoki diqqatli ish qilishga biz yaxshi odatdek qaraymiz. Masalan, tish yuvishga o'xshaydi. Masalan, tish yuvish kerakligini bilasiz. Tishni qanaqa yuvish kerakligini ham bilasiz. Lekin ba'zida shu motivatsiyangiz bo'lmay qolganiga ba'zida esingizdan chiqib qoladi. Aqliy mehnat va diqqatli ish haqida bunaqa fikrlash odamga to'g'risi yoqadi. Nimaga? Chunki bunaqa fikrlashga ishonsangiz, siz bir kun ichida motivatsiyangizni to'plab olib, bir ikkita sababini qilib, butun hayotingizni batamom o'zgartirib yubora oladigan, tunu kun aqliy mehnat qilib tasha oladigan odamga aylanib qolishingizga, ishonishingizga yo'l qo'yadi bunaqa fikrlash. Yo'l beradi. Ya'ni mana shunaqa fikrlasangiz, mana shunga ishona olasiz shu narsaga. Bir kunda butunlay o'zgarib ketish yoki bo'ldi mana ertadan 4 soat chalg'imasdan diqqatli ish qilaman. Hech narsaga chalg'imayman, faqatgina aqliy mehnat bilan shug'ullanaman degan gapga ishonish hammaga yoqadi albatta. Lekin ko'plab izlanishlar buni g'ir teskarisini isbotlaydi. Ya'ni siz diqqatli ish qilishga, ya'ni aqliy mehnatni samarali qilishga erisha olmaysiz, agar shu diqqatli ish qilish vaqtidan tashqarida har bitta chalg'ishga berilib ketaveradigan bo'lsangiz. Undan ham oddiyroq qilib aytadigan bo'lsam, siz hayotingizdagi har bir kichkina potensial chalg'ish kelganida, masalan aytaylik, o'rtog'ingizni kutyapsiz. O'rtog'ingiz aytdi 5 minutda oldingizda bo'lar ekan, 5 minutda kelyapti. 5 minut kutib turishingiz kerak ekan. Va shu 5 minut ichida zerikib qolish og'rig'i sizni ustingizdan g'alaba qozonsa va telefoningizga qarab, umuman sizga kerak bo'lmagan narsani prosta tekshirib qo'yish orqaligina, shu telefonga chalg'ish orqaligina bu og'riqni qoldira oladigan bo'lsangiz, siz diqqatli ishga, aqliy mehnatga tayyor emassiz. Hatto uni oldindan rejalashtirib qo'ygan bo'lsangiz ham. Bunga professional atletlarni, sportsmenlarni misol keltiradigan bo'lsak, ular badanini cho'qqi ko'rsatkichlariga olib chiqishini sababi, ular sport bilan shug'ullanmayotgan paytda ham badaniga qattiq e'tibor berishadi. Nima yeyapti, qanaqa dori iste'mol qilyapti, qachon uxlayapti, qachon uyg'onyapti, hammasiga e'tibor berishadi. Ya'ni sog'lom hayot tarzini faqatgina sport bilan shug'ullanayotganda emas, undan tashqari butun hayot tarziga aylantirish kerak sog'lom hayot tarzini.
Ana o'shandagina ular sport sohasida katta yutuqlarga erisha olishadi. Ya'ni birodar, siz aqliy mehnatni muhim deb bilsangiz va diqqatli ishni ahamiyatini tushungan bo'lsangiz va ularni doimiy ko'rinishda hayotingizga tatbiq qilishni xohlasangiz, shunchaki kalendaringizda har kuni bir vaqtni ajratib qo'yish yetmaydi. Uni hayot tarzingizga aylantirishingiz kerak. Chalg'ish degan tushuncha bilan munosabatingizni boshqatdan ko'rib chiqishingiz kerak. Va men to'g'risi boshqa sizni bu narsaga ishontirib o'tirgim kelmayapti. Nimaga Allohning bilan bu narsa sizni hayotingizda tanib bo'lmas darajada o'zgartirib olishini. Bu narsa haqida 3 ta katta ko'rsatuv ham qilganman. Va hayotini isloh qilishni xohlagan odamga bunaqa ko'p dalil va isbotlar keltirish o'zi shart emas. Agar siz uchun erinchoqlik og'rig'i, rivojlanish, o'zingiz ustingizda ishlash og'rig'idan kattaroq bo'lsa, endi bu sizning hayotingiz birodar. Men sizni hech narsa qilishga majburlamayman. Qo'limdan faqatgina sizga eslatma qilish keladi xolos. Chunki siz meni birodarimsiz va men sizga o'zimga tilagan narsani tilashim kerak. Alloh subhanahu va taolo hammamizga tavfiq bersin. Hayotimizda zavq davomiy emasligiga ikkinchi sabab hedonic adaptation deyiladi. Buni ma'nosini aytsam to'g'riroq bo'lsa kerak, tarjimasidan ko'ra, hayotingizda qanchalik xursand, qanchalik quvonchli hodisa sodir bo'lmasin, u narsa sizni baribir ikkinchi martasida xuddi shunaqa xursand qilmaydi. Ya'ni siz u narsaga o'rganib qolasiz. Hatto stress holati ham xuddi shunaqa. Ya'ni xursand bo'lish ham shart emas. Nimadir sizni juda ham xursand qilsa yoki juda ham xafa qilsa va o'sha narsa qaytaraversa, siz u narsaga adaptatsiya qilasiz va borgan sari u narsa sizni unchalik xursand qilmaydi yoki unchalik xafa qilmaydigan bo'lib qoladi. Bunga hayotimizda bilasizlar ko'plab misollar bor. Misol uchun yangi telefon oldingiz. Juda ham xursandsiz. Yangi farzandli bo'lganda uni changdan, suvdan, quyosh nuridan ham asraverasiz. 1 yil o'tmasdan nafaqat birinchi kundagi xursand bo'lmaysiz, balki barcha muammolaringizni, samarasizligingizni, chalg'ishga moyil bo'lib qolganingizni hammasini shu telefoningizdan ayblaysiz. Ya'ni telefoningiz sizni unchalik xursand qilmay qo'yadi. Yoki farzandli bo'lishi o'zi ham birinchi kuni farzandli bo'lganlar bilishadi. Farzandingizni qo'lingizga olganingizda osmonda uchib yurasiz. Shunaqa xursand bo'lasiz, buni tasvirlab ham bo'lmaydi, Alloh alam. Lekin vaqt o'tishi bilan bu xursandchilik sekin-sekin so'nib boradi. Farzandingizni kamroq yaxshi ko'rasizmi? Yo'q, juda ham qattiq yaxshi ko'rasiz. Lekin sizning miyangiz sizni endi farzandingiz bor degan tushunchaga ko'nikadi. Siz uchun bu narsa oddiy hol. Kimdir yo'qotish ham xuddi shunaqa. Yaqinlaringizdan kimdir olamdan o'tishi juda ham katta emotsional sinov. Birinchi kuni yig'laysiz, sixtiysiz, subhanalloh, esingizdan chiqara olmaysiz, yuragingizda katta bo'shliq sezasiz. Vaqt o'tishi bilan sekin-sekin yana odamlar bilan suhbatlashishni boshlaysiz. Jilmayishni, hazillashishni va hatto u odam bor bo'lganini ham unutishni boshlaysiz. Bundan oddiyroq misol arzon dopaminga o'tirib qolish bo'ladi. Har xil narkotik moddalar, qimor, sigaret, alkogol, pornografiya, hatto qisqa kulgili vaynlarga o'tirib qolish ham bunga misol bo'la oladi. Hammasi bitta dona mazasini tatib ko'rish, bitta iste'mol qilib ko'rish, bitta qilib ko'rsa zarar emas u, yoki bitta vayn ko'rish, bitta qisqagina video ko'rish va hokazo. Mana shu narsadan boshlanadi va o'zingizni xuddi shunaqa dopamin bilan qondirishingiz uchun borgan sari ko'proq miqdorda ko'rishingiz kerak bo'ladi. O'shanaqa uchun odamlar boya aytganimizdek faqatgina maza qilish uchun bu narsalarni iste'mol qilmaydi. U narsalarni iste'mol qilmaslikni og'rig'ini olish uchungina iste'mol qilishni boshlashadi keyin. Vayn ko'rish ham xuddi shunaqa birodarlar. Ya'ni odamlar bu narsani boshida kichkina videodan boshlaydi, keyin soatlab vaqtini ketkazib qo'yganini subhanalloh bilmay qolishadi. Menga nechta odam yozishini tasavvur ham qila olmaysizlar. Mana shu narsadan qutula olmayapman deb yozishadi. Vayn ko'rishdan qutulisha olmayapti, subhanalloh. Bularning hammasi hedonic adaptation. Yoshligimizda bitta qisqa hikoya bo'lardi, esinglardami? Bitta podshoh xizmatidagi odamlarga buyuribdi bittasiga, menga shunaqa gap aytginki, men xafaligimda xursand qilsin, xursandligimda xafa qilsin o'sha gapni eshitganimda deb aytibdi. Xizmatkori juda ham qiziqarli gap aytadi. Bu ham o'tkinchi. Bu ham o'tkinchi. Ya'ni nimadir sabab xafa bo'lib qolgan bo'lsangiz, xavotir olmang. Siqilmang. Bu o'tib ketadi. Agar nimadir sabab xursand bo'lib ketgan bo'lsangiz, xursand ham bo'lavermang. Bu ham o'tib ketadi. Ya'ni hedonic adaptation. Va bu uchun siz nimadir qilishingiz yoki holatingiz o'zgarishi ham shart emas. Shunchaki
Miyangizda dopamin baseline, ya'ni oddiy holatga tushib olish uchun vaqt kerak xolos. Endi nima uchun siz va menga bu narsa muhim? Boshqacha qilib aytganda, qanaqa qilib biz bu narsani o'zimizning foydamizga, chalg'imasdan yashashimizga ishlatsak bo'ladi. Muammolarni tushundik, endi yechimlarga o'tamiz inshaalloh. Yechimlarni shunaqa qilib aytib o'tamanki, muhimligi oshib boradi. Ya'ni eng oxirgi yechim eng muhimi bo'ladi inshaalloh. Birinchi amaliy yechim bu diqqatli ish va chalg'ish bilan munosabatingizni boshqatdan ko'rib chiqishingiz kerak. Kun bo'yi telefoningizni olib ozgina chalg'imoqchi bo'lganingizda bu narsaga nima turtki berdi? O'sha joyi o'zida to'xtangda, mana hozir mana telefon olmoqchiman. Hozir telefonni chalg'imoqchiman. Nimaga unaqa bo'ldi? Nima hissiyot ichimda, qaysi og'riq mashinasiga meni itardi telefonimga chalg'ishga? Nima haqida o'yladimda, sirasi keyin telefonimni olishni boshladim. Mana shu narsaga e'tibor bering, ozgina fikrlang. Masalan, shu videoni ko'rish davomini o'zida shotgacha ko'rgan bo'lsangiz, Allohum barik, sabringizga qoyil. Lekin ko'ryapsiz, boshqa narsaga chiqib ketib, boshqa narsa qiziqarliroq narsa ko'rgingiz kelyapti, masalanda. Mana shu ozgina fikrlang. Mana hozir zerikib qoldim. Demak, zerikkanim uchun boshqa narsaga chalg'igim kelyapti. Zerikish sabab bo'lyapti. Okay. Deb masalan. Yoki boshqa bitta diqqatli ish qilyapsiz, aqliy mehnat qilyapsiz va bo'ldi, telefonga tortyapti miya. Noq qilib telefonga qarashni boshlayapsiz, nimadir tekshirib berayotgan, soat qarab beraymikin, kimdir yozmaganmikin, telefonni qo'lingizga olgingiz kelib ketyapti, o'sha yerda to'xtangda, ozgina o'zingiz bilan suhbatlashing. Mana hozir aqliy mehnat qilyapman. Lekin telefonga chalg'iyapman. Telefonim qo'limda bo'lmasa ham chalg'iyapman. Bu narsaga meni qaysi og'riq itaryapti? Nimaga zerikdim masalanda? O'zingiz bilan ozgina gaplashing. Ko'plar o'zi nimadan qochib chalg'ishga borayotganini bilmaydi. O'shaning uchun doimiy chalg'ish holatida yuraverishadi. Va o'sha o'zini olib qochayotgan muammo borgan sari kattalashib boraveradi. Masalan, siz uchun dars qilish zerikarliligi siz uchun og'riq. Shu narsadan o'zingiz olib qochayotgandirsiz. Yoki qaysidir oila a'zoyingiz bilan xafalashib qoldingiz va ular bilan shuni yarashib, gaplashib ketib qolish siz uchun noqulaylik, og'riq tug'dirayotgandir. Yoki meni o'zimni yillar davomida maqsadimdan chalg'itgan narsa universitetda o'qib yurgan paytlarimda maqsad qo'yganman. Bo'ldi inshaalloh videolar qilishni boshlayman, YouTube kanal yuritaman, Instagram kanal yuritaman, Telegram kanal yuritaman va hokazo. Ya'ni foydali kontent qilishni boshlayman degan maqsadim bo'lgan. Lekin mana bu narsadan chalg'itgan narsa imposter syndrome deyiladi ingliz tilida. Ya'ni men hozir chiqib olib aql o'rgatishni boshlaymanmi, odamlar nima deydi? Birinchi o'zim shunaqa bo'lib olishim kerakmikan, unaqa gapirish uchun degan fikrlar meni maqsadimdan uzoqlashtirib borgan, ya'ni chalg'itgan meni. Lekin eng qiziqarlisi bu narsani o'zim ham bilmaganman. Ya'ni maqsad qo'ydim, bo'ldi, qilishim kerakligini bilaman. Maqsad mashinasi menga kerakligini qilish xohlayotganimni bilaman, lekin nimagadir o'zimni olib qochyapman, nimagadir cho'zyapman o'sha vaqtni, boshlash vaqtini cho'zib yuribman. Deb borgan sari qanaqadir qilishim kerak, qilaman, inshaalloh qilaman. Qilishim kerak bo'lsa, mashinasi xohlayotgan bo'lsa, nimaga boshlamayapman? Nima bo'lyapti hozir? O'zim bilan o'zim ozgina suhbatlashmaganman. Ya'ni fikrlarimni tartiblab olib, rostdan ham boya aytgandek, chuqur fikrlamaganman mana shu mavzuda. Tushunasizlarmi? Agar o'shanda fikrlab ko'rganimda, Alloh alam tushungan bo'lardim menimchalik. Ya'ni, odamlarning fikridan qo'rqyapman shekilli. O'shaning uchun boshlashim qiyin bo'lyapti menga. Odamlar nima deydi yoki tanishlarim ustimdan kulishi mumkin. U chiqib olib aql o'rgatayotadigan bo'lib ketibdi-da, deb mana shu narsalardan qo'rqqanman-da. O'sha narsani tushunganimda, Alloh alam mashinga kerak bo'ladigan yechimlarni vaqtliroq qo'llab, vaqtliroq Alloh alam boshlagan bo'lardim. Lekin alhamdulillah, xayr, yaxshilikka. Demak, har bir chalg'ishga moyil bo'lib qolgan holatingizda, chalg'iyotganingizni sezib qolganingizda to'xtangda, joyida to'xtang, ozgina fikrlang, ozgina o'ylang. Yoki undan ham yaxshirog'i kimlardir shu haqida gaplashing. Men bu narsani juda ham foydali deb topganman. Men o'zimni ayolimdan shu narsa haqida gaplashganimda o'zim haqimda bilmagan narsalarni ko'pincha anglayman. Va keyingi safar diqqatli ish qilishga kirishganimda ancha kuchliroq diqqat bilan qilaman, alhamdulillah. Masalan, suhbatlashganimizda aytaman, bugun ko'p chalg'ib qoldim, ko'chaga chiqib, mayda-chuda ishlarni, uni qilishim kerak, buni qilishim kerak deb o'zimni ovora qilib yurdim. Lekin qilishim kerak bo'lgan ishdan o'zimni olib qochdim. Nimaga?
chunki mana shu qilishim kerak bo'lgan ish menga yoqmagani uchun. Lekin o'zi aslida mana shu qilishim kerak bo'lgan ish meni maqsadimga olib boradi. Mayda-chuyda qilib yurgan ishlarim bo'lsa, katta ehtimol bilan yo'q. Mana xuddi shu gapni o'z tilim bilan aytganimdan keyin va o'z tilim bilan aytganimni o'zim eshitganimdan keyin shu narsani sintez qilaman ichimda. Hazm qilishni boshlayman. To'xta deyman. Rostdan ham maqsadimga kerak-ku bu narsa. Mana shu narsani qilsam, men xohlayotgan stansiyaga yetib olaman. Deymanda, o'sha ish sekin-sekin menga yoqimli bo'lishni boshlaydi. Hozir mana shu narsani qilsam, amalga oshirsam Allohning izni bilan, mana bunaqa narsa bo'ladi inshaalloh degan xayol menga mana shu narsani yoqimli qilib qo'yadi Allohning izni bilan. Chunki bu narsaga, bu ishga endi meni xohlayotgan kelajakka olib boradigan qadam deb qarayapman. Shuning uchun menga bu narsa yoqimli bo'lishni boshlaydi. Va xuddi shuni teskarisi, bu narsadan meni chalg'itayotgan o'sha kelajakka olib bormaydigan har bitta chalg'ish men uchun yoqimsiz bo'lishni boshlaydi. Chunki hozir bu narsa qilsam, men bundan qolib ketaman-ku degan fikrlash bo'ladi ya'ni. Nimaga? Chunki o'z tilim bilan aytib turibman, meni bu narsa maqsadimdan uzoqlashtiryapti degan narsani aytib turib, qilmaysiz-ku o'sha narsani, to'g'rimi? Endi katta ehtimol bilan. Shu verbalization, ya'ni fikrlaringizni gapirib aytish yoki kimlardir gaplashish shu haqida menga katta foyda berganini sezganman. Bu siz o'zingiz sezmaydigan og'riqdan qochish muammosiga yechim bo'ladi inshaalloh. Endi ikkinchi yechim. Near Eyal chalg'ish muammosini juda ham chiroyli, lo'nda va tushunarli tushuntirib berdi deb o'yladim, lekin uni yechimlari sal sustroq tuyuldi menchalik. Yoki boshqacha qilib aytadigan bo'lsam, amaliy yechimlari kamroqdek tuyuldi. Near ko'proq psixologik yechimlarni oldinga suradi bittasidan tashqari, lekin Cal Newport bo'lsa yechimga ko'proq amaliy yondashadi. Ya'ni amalda qilsa bo'ladigan yechimlarni taqdim qiladi va bu menga juda ham yoqqan. Yechimlarini o'qiganimda ko'pini oldindan men o'zi hayotimda tatbiq qilib kelar ekanman deb o'ylaganman. Shuning uchun Cal Newportni yechimlari menga ko'proq yoqqan. Men har doim o'quvchilarimga aytaman, men sizlarga ingliz tilidan ideal kurs qilib berishim mumkin Allohning izni bilan. Ideal kurs qilib berishim mumkin, lekin sizlar agar bir chekkada o'sha g'irt saviyasiz, befoyda, betayin vaynlardan dopamin olib yurgan bo'lsanglar, ideal kursdan ham foyda ola olmaysizlar. Shuning uchun o'quvchilarimni ijtimoiy tarmoqda o'tkazayotgan vaqtligisini ham nazorat qilaman. Har kuni. Kim TikTokka kirib qo'ysa yoki Instagramda 10-15 minutdan ko'proq vaqt o'tkazsa va bu narsa 3 martadan ko'proq qaytarilsa, kursdan haydashga majbur bo'laman. To'g'ri, meni o'quvchilar yomon ko'rib qolishi mumkin, kursdan chiqib ketishi mumkin, lekin men kursni natija qilish uchun, Allohning izni bilan natija qilish uchun tuzib chiqqanman. Men sizga kursni berdim, siz o'zingizni vaqtingizni tartiblamaganiz meni muammoim emas. Men o'zimni vazifamni bajardim. Qolgani endi sizga taalluqli. Siz o'zingizni vaqtingizni tartiblasangiz, o'q oldingiz, bo'lmasa bu sizning muammongiz. Meni aralashtirmang bu narsaga deb aytish, deb mas'uliyatni hammasini o'quvchiga yuklab qo'yish sal noto'g'ri deb bilaman. Nima uchun? Chunki hozirgi ingliz tilini o'rganayotgan o'quvchilar men ingliz tili o'qiyotgan paytimdan umuman boshqacha sharoitda ingliz tili o'qiyotganini tushunaman. To'g'ri, ingliz tili o'rganish hozir ancha osonlashib ketdi. Internet, texnologiya rivojlanishi ingliz tili o'rganish jarayonini ancha osonlashtirib qo'ydi. Ayniqsa mana onlayn chiqdi, alhamdulillah. Lekin shu vaqtning o'zida sizga kerak bo'lgan narsadan chalg'ib qolish, hech narsa, faqat ingliz tili emas, hech narsani o'rgana olmay qolish, aqliy mehnat qilish qiyin bo'lib qolishi, diqqatni saqla olmaslik va doimiy chalg'ish holatida bo'lish hozirgidagi oson bo'lmaganligini ham tushunaman. Shuning uchun mas'uliyatni 50 ga 50 qildim. Natija esa alhamdulillah kutganimizdan ham yaxshiroq. O'quvchilarimiz kun tartibini ancha yaxshilashganini aytishadi. Alhamdulillah, o'ylaganimdan ancha ko'proq vaqtim bor ekan deyshadi. Va aqliy mehnat qilish va diqqat doiraligisini ancha kuchaytira olishganligisini va aqliy mehnat qilishdan, dars qilishdan yana maza qilish, yana zavq olishni boshlashganini aytishadi alhamdulillah. Va bu boya aytgan teoriyamizning isboti. Agar siz kun davomida chalg'ishlarga berilaversangiz, kun davomida telefonga qarab, TikToklarga kirib, Instagramda vaynlar ko'rib, chalg'ishlarga berilaversangiz, siz diqqatli ishni rejalashtirib qo'ygan bo'lsangiz, mana hozir o'tirdingiz, 4 soat to'xtamasdan hozir dars qilaman, diqqatli ish qilaman, aqliy mehnat qilaman deysizda,
hamma narsani yig'ishtirib qo'ydingiz, hamma ishingizni bitirib keldingiz, telefonni boshqonaga olib kirib qo'ygan bo'lsangiz ham diqqatli ish qilolmaysiz, chunki sizni miyangiz bu narsaga hali tayyor emas. O'shaning uchun miyani o'sha narsaga tayyorlash uchun cheklash kerak bu narsalarni yoki yo'q qilib yuborish kerak eng yaxshisi. YouTube'da juda ham ko'p videolar bor. Odamlar bir hafta ijtimoiy tarmoqqa kirmadim, 10 kun internetsiz yashadim, dopamin detoks qildim va hokazolar. Albatta shu bir haftada bir kunlik yoki bir haftalik, 10 kunlik, bir oylik detokslarni qilishni foydasi bor. Qanaqa foyda? Masalan, shu detoks qilish paytida nimadan detoks qilayotgan bo'lsangiz, masalan, ijtimoiy tarmoqdan. Ijtimoiy tarmoq sababli nimadan qolib ketayotganingizni anglaysiz. Va katta ehtimol bilan detoks paytida vaqtingizni ham barakali, samarali ishlatasiz. Lekin chalg'ishga va arzon dopaminga o'tirib qolgan miya haqida gaplashadigan bo'lsak, bu narsa yechim bo'la olmasligini ko'rasiz. Nimaga unaqa? Chunki birinchidan bu detoks terapiyasi odatda qayta qilinmasligini ko'rasiz. Hatto shu YouTube videolar yasab, Allohumma barik, detoks qildim, boshqa qildim degan videolarni, ko'rsatuvlarni qilgan odamlar ham bu narsani eksperiment sifatida qilishadi. Eksperiment tugagandan keyin, YouTube video tayyor bo'lgandan keyin yana oldingi hayotga qaytishadi. Yoki qaytishmadi ham deylik. Shunda ham bu narsa yechim bo'lishi qiyin deb hisoblayman, to'g'risi. Chunki masalan haftada bir kun sog'lom ovqatlanib, 6 kun har doimgidek duch kelgan narsani yeyaversangiz, bu sog'lom ovqatlanishga qadam deb hisoblanmaydi. Yoki har yili bir oy davomida uxlash rejimingizni zo'r qilasiz. Vaqtida uxlab, vaqtida turasiz, bir oy davomida, qolgan 11 oy davomida duch kelgan vaqtda turib, duch kelgan paytda uyg'onsangiz, bu uyqu tartibingizni, uyqu odatlaringizni zo'r qilib shakllantiryapsiz deyilmaydi. Shuning uchun chalg'imaslik holatini detoks periodiga cheklamasdan hayot tarziga aylantirish kerak deb hisoblayman. Bu degani bo'ldi, umuman maza qilmaslik kerakmi? Faqat kitob o'qib o'tirish kerakmi unda? Yo'q, unaqa emas. Birinchi o'rinda diqqatli ish bilan chalg'ishni aralashtirmaslik kerak. Nimaga chalg'ish deb aytganimni bir daqiqadan keyin tushuntiraman inshaalloh. Cal Newport aytadi, bizani aqliy salohiyatimizni pasayib ketishiga eng katta sabablardan bittasi bu context shifting. Ya'ni qisqa vaqt ichida bitta mavzudan ikkinchisiga sakrayverish. Bitta mavzuda turmaysiz, bitta ish bilan shug'ullanmaysiz, undan bunga, boshqasiga sakrayverasiz. Bitta ish bilan ko'p ish qilish harakat qilasiz bittada ya'ni. Lekin Cal Newport nisbatan foydali ishdan foydali ishga sakrash haqida gapiryapti. Masalan, diqqatli ish qilib o'tiribsiz, kitob yozyapsizmi yoki foydali ish qilyapsiz qanaqadir va o'sha orasida kimdir sizga email yozib qoldi, emailiga javob berib qo'yishingiz kerak. Keyin yana diqqatli ishga qaytasiz. Keyin Zoom call bo'lib qoldi. Zoomga kirib Zoom callda qatnashishingiz kerak. Hop, undan keyin boshqa yana foydali ishga sakraysiz. Undan keyin yana kimgadir email yozib qo'yishingiz kerak, javob berib qo'yishingiz kerak, haqadir chiqib kelishingiz kerak va hokazo. Ya'ni foydali ish bo'lsa ham bitta vaqt ichida undan bunga sakrab context shifting qilish bizani aqliy salohiyatimizni tushiryapti deb aytadi Cal Newport. Endi tasavvur qiling. TikTok yoki Instagramda soatlab scroll qilish, bitta videodan ikkinchisiga sakrash miyaga qanaqa zarar beradi? Soatlab bitta Vine'dan ikkinchisiga TikTok, Instagramda sakrab context shiftingni eng yomon ko'rinishi bilan shug'ullanayotgan odam qanaqa qilib aqliy mehnat qila olsin? Qanaqa qilib diqqatini saqlay olsin? Bunaqa odam to'g'risi miyasini ustida o'ta yovuz eksperiment o'tkazayotgandek tuyuladi to'g'risi. Demak, diqqatli ishni alohida, boshqa mayda-chuyda ishlarni alohida vaqtda shug'ullaning. Ya'ni orada 5 minut yozib qo'yaman, shuni javob berib qo'yaman. Shuni chiqib kelib, toza havo. Yoki unaqa qilaman. Yoki shuni orada bitta yozib qo'yaman bo'ldi. Yo'q, bunaqa ish qilmang. Diqqatli ish qilyapsiz, faqat shunga e'tiboringizni qarating. Bo'ldi. O'zi bitta vaqt ichida faqatgina bitta ish bilan shug'ullaning. Sizni kimdir chaqirib qoladigan yoki yur yoqqa borib kelamiz deb olib ketib qoladigan, telefon qilib qoladigan, yozib chalg'itadigan holatdan tashqariga chiqib ishlang. Va kerak bo'lsa, qanaqadir ko'rinishda boshqalarga bildirib qo'yingki, birodarlar, men hozir diqqatli ish qilyapman. Iltimos chalg'itmanglar. Ikkinchidan, nima endi umuman maza qilmaslik kerakmi? Umuman maza qilmasdan yashash kerakmi degan savolga javob. Yo'q, albatta.
bizani emotsional holatimizni, ruhiyatimizni stabil bo'lishi va yaxshi ko'rinishda bo'lishi bizani maqsadimizga borish uchun juda ham muhim-ku. Shuning uchun hordiq chiqarish mashg'ulotlari, ozgina dam olish va hokazo bu narsalarga ham alohida vaqt ajratib, u bilan shug'ullansangiz ham diqqatli ish bo'ladi. Boya aytdik-ku, maqsadingizga yaqinlashtiradigan narsalarning hammasi diqqatli ish, chalg'ish hisoblanmaydi. Dam olishingiz kerak-ku. Ozgina dam olishingiz kerak, hordiq chiqarish kerak va hokazo bu narsalar sizni maqsadingizga yaqinlashishingizga sababchi bo'ladi. Demak, bu ham diqqatli ish, alohida vaqt ajratib u bilan shug'ullansangiz muammo yo'q. Lekin, juda ham muhim lekin bu dam olish ishi yoki hordiq chiqarish jarayoni sizga hech bo'lmasa zararli bo'lmasligi kerak. Masalan, nimaga juda ham ko'p erkaklar hozir oilasini shuni olib, tashqariga olib chiqib, toza havodan nafas olib, bolalarni o'ynatib, ayol bilan sayr qilib, ozgina romantika qilishdan maza qilmaydi-da, lekin internetda boshqalarning ayoliga qarashdan maza qilaveradi. Nima uchun farzandingiz bilan o'ynab maza qilmaysiz? Nima uchun birodarlar bilan ozgina yig'ilib, iymonlashib hordiq chiqarmaysiz? Qur'on o'qib hordiq chiqaramizmi? Nima uchun odamlar bu mashg'ulotlardan maza qilmay qo'yishdi? Chunki ular bir chekkada Vine, bekorchi betayin videolar, qimor, pornografiya, PUBG, mana shunaqa narsalardan dopamin olishni davomiy dopamin olib kelishyapti. O'shaning uchun aytdim. Hayot tarziga aylantirish kerak chalg'imaslikni. Hayot tarziga aylantirish degani bu narsalardan voz kechish, batamom bu narsalardan voz kechish. Agar bu narsa mana shunaqa narsalardan, betayin zararli narsalardan dopamin olsangiz, hech qachon foydali narsalardan dopamin ola olmaysiz, hech qachon foydali narsalarni qilishni xohla olmaysiz. Ulardan zavq ola olmaysiz. Bu juda ham elementarniy narsa. Xo'p, bu context shifting va chalg'imaslikni hayot tarziga aylantirish haqidagi yechim edi. Keyingi eng muhim bo'lgan yechim juda muhim. Bu hamma narsani rejalashtirish. Ingliz tilida bir gap bor. Failing to plan is planning to fail. Ya'ni o'zbekchasiga nima bo'ladi? Rejalashtirmaslik bu muvaffaqiyatsizlikni rejalashtirish bilan teng. Rejalashtirmaslik, birodarlar, bu eng katta xato. Rostdan. Bir kun oldin yoki hech bo'lmasa o'sha kuningizni ertalab fajrga turganingizda 5-10 minut ketkizib rejalashtirib olishingiz, shu 24 soat ichida 5-10 minutda shu rejalashtirishga ketkizsangiz, hayotingizga qancha ijobiy o'zgarish olib kelishini tasavvur ham qila olmaysiz. Buni men to'g'risi IELTS writing testiga o'xshataman. IELTS bu International English Language Testing System, ingliz tili darajangizni o'lchab beradigan test. Va shu testning ichida insho yozish mahoratingizni sinaydigan bo'limi bor. Va mana shu insho yozish imtihonida o'quvchilar eng ko'p qiladigan xato va eng katta xato bu imtihon boshlanishi bilan inshoni yozishni boshlash. IELTS darslarimda har doim o'quvchilarimga aytaman, birodarlar, IELTS writingda reja tuzish bilan vaqtni yo'qotmaysizlar. Birinchi 3-4-5 minutinglarni reja tuzishga ketkizsanglar, inshoinglar ancha tushunarli, o'qishga oson va esda qolarli bo'ladi. Agar inshoni fikr kelish davomida yozadigan bo'lsangiz, unda juda ko'p xato qilasiz. Gaplaringiz sust, strukturangiz tushunarsiz va balingiz ham past bo'ladi. Rejalashtirib yozilgan insho bilan rejasiz, nabum yozilgan inshoni osmon bilan yerchalik farqi bo'ladi, birodarlar. Endi real hayotga qaytsak, hech kim sizga 1 soat ichida 2 ta insho yozib bergan deyotgani yo'q. Sizda 24 soat bor. Shoshilinch yo'q. 24 soat ichida nahotki 5-10 minut vaqtingizni shu kuningizni rejalashtirib olishga ajrata olmasangiz, yaxshilab eslab qoling. Agar siz kuningizni rejalashtirmasangiz, boshqa odam siz uchun uni rejalashtirib beradi. Sizni atrofingizda sodir bo'layotgan hodisalar sizni kunlik rejangiz bo'lib qoladi. Sizni kimdir chaqirib qoladi, ketaverasiz birga, chunki hech narsani rejalashtirib qo'ymagansiz. Mayda-chuda ishlar ketma-ket chiqib kelaveradi, ular bilan band bo'laverasiz. TikTok, Reels'larni tiklaysiz, kun bo'yi shunaqa ketib qolaveradi. Bu hayotmi, birodarlar? Pul bu cheklanmagan narsa. Ya'ni cheklanmagan deganda uni har doim ko'proq ishlab, ko'proq pul topsangiz bo'ladi inshaalloh. Lekin vaqt cheklangan. Bir kunda 24 soatingiz bor. 1 soniyani ham orqaga qaytara olmaysiz. Lekin pulimizga qanaqa ehtiyotkormiz-ku, lekin vaqtimizni o'ngga chapga duch kelgan odamga berib qo'yaveramiz. Yoki bizga foyda keltiradimi, yo'qmi, balki zarar keltiradigan mashg'ulotlarga ham vaqtimizni shundoq tekinga berib qo'yamiz. Odamlarning kunlik, haftalik, oylik
maqsadlari yo'q, hayotidan maqsadi yo'q odamlarning, hatto subhanalloh. Duch kelgan vaqtda ovqat yeydi, duch kelgan vaqtda uxlaydi, oilasi bilan kam vaqt ajratadi, ajratganda ham sifatsiz, chalg'ib, telefonga qarab vaqt ajrata olmadim deydi oilasiga, subhanalloh. Nimaga yashashayotganini ham bilishmaydi. Men qanaqa qilib bu yoqqa kelib qoldim, bilmayman. Qayerdan kelib qoldim, bilmayman. Oldimdan yo'l chiqdi, shu yo'l bilan ketaverdim-da. Qayerdan keldim, qayoqqa ketyapman, bilmayman. Nimaga bilmasligimni ham bilmayman. Bu bilan ishim ham yo'q. Kunimni rejalashtirish uchun men Notion'dan foydalanaman. Notion'ning o'zining kalendari ham bor, lekin siz Google Calendar'dan foydalanishingiz mumkin yoki telefoningizning o'zining kalendaridan yoki bir parcha qog'ozdan foydalanishingiz farqi yo'q. Eng muhimi rejalashtiring. Va har doimgidek eng oxirgisi va eng muhimi bu vaqtni yaratgan zotga vaqt ajrating. Siz Alloh buyurgan namozga vaqt ajratsangiz, Alloh sizni boshqa ishlaringizga va vaqtingizga baraka beradi. Agar siz Allohga vaqtingizni bermasangiz, Alloh sizni vaqtingizdan ham, rizqingizdan ham barakani olib qo'yadi. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda vaqt bilan qasam ichgan. Va biz bilamiz, Alloh nima bilan qasam ichsaki, u narsani o'ta muhimligini bildiradi. Hasan al-Basri rahimahulloh aytganlar: "Ey odam bolasi, sen bir necha kundan iboratsan. Bir kuning ketdimi? Demak, bir bo'laging ham ketdi. Alloh bizdan qiyomat kuni dining uchun nima qilding? Man uchun nima qilding deb so'raganda qanaqa javob beramiz? Ya Alloh, men shu yeb ichdim, bola chaqa qildim, tirikchilik endi mana shunaqa yashab o'tib ketdim deymizmi? Alloh bizani yeb ichib bola chaqa qilish uchun yaratdimi? Allohni tanib ilm olish uchun harakat qildikmi? Yo'q. Allohni qanaqa qilib rozi qilishni o'rganishga harakat qildikmi? Yo'q. Kimdir bizga kelib, "Men senga 10 million dollar beraman, borib ingliz tilini tez o'rganib kel" desa, yotib olib o'rgan, hamma narsani tashlab, yig'ishtirib qo'yib, uxlamasdan ingliz tilini o'rganishga tushamiz. Lekin Alloh bizga 10 million dollar emas, oxiratda va'da qilyapti. Nahotki oxiratga vaqt ajratmasak. Shuning uchun Alloh bizga bergan vaqtni qanchalik katta ne'matligini anglab yetaylik, birodarlar. Uni itoat uchun ishlataylik, masiyat uchun emas. Oxiratda vaqtimiz uchun savol javobimizni undan ham og'irlashtirmaylik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, odam qiyomat kuni hayoti, uni nimaga sarflagani, ilmi, u bilan nima qilgani, boyligi, uni qayerdan topib qayerga ishlatgani va badani uni qanaqa qilib holdan toliqtirgani haqida javob bermagunigacha joyidan qimillamaydi deganlar. Avkama qol Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Birodarlar, xulosa qilib aytaman, bizni musulmonlar shunchaki yeb ichib yashab o'tib ketadigan bo'lmasligimiz kerak. Alloh sizga qachon tavfiq bersa ham farqi yo'q, harakatni boshlang, darrov boshlang. Bo'ldi, men уже kecha qoldim, hayotim уже o'tib qoldi, уже 20-30 ga kelib qoldim. 20-30 hali yosh, subhanalloh. 50-60, 80 yosh ham harakat qilishdan hech qanaqasiga bahona yo'q. Tavfiq Alloh subhanahu va taoladan talab, xohlash kerak shu narsani. Endi meni ham Alloh bir kun hidoyat qilar endi mayli. Yo'q, bu o'zingiz hidoyat xohlamayapsiz degani. Subhanalloh, bu mas'uliyatni Allohga yuklang. Alloh sizga tavfiq beradi. Alloh haq talab qilgan odamga albatta beradi. Haq talab qiling, ozgina fikrlang. Sabablarini qiling. Endi bir kun bizani ham Alloh hidoyatlab qolar, bizga ham shu tavfiq berar endi degan bu o'zini o'zi aldab o'tirish bu, subhanalloh. Alloh biladi, biz bilmaymiz. Biz Alloh uchun hayotimizni tartiblashimiz, o'zimizning oxiratimiz, dunyoyimiz, hayotimiz, atrofimizdagilarni hayotini yaxshilash uchun sabablarni qilishimiz bu bizning majburiyatimiz, birodarlar. Bu birinchi o'rinda o'zimga eslatma edi. Sizlar ham foyda olgan bo'lsanglar, barakallohu fikum. Juda ham xursandman. Videodan foyda olgan bo'lsangiz, like bosing, obuna bo'ling. Shu yo'l orqali YouTube sizga shunaqa videolarni ko'proq rekomendatsiya qiladi va albatta boshqa birodarlar bilan ham ulashib qo'ying, shunda menga yordam bergan bo'lasiz. Keyingi videolarda, keyingi foydali, manfaatli ko'rsatuvlarda ko'rishguncha barakallohu fikum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.